Bismillahirrohmanirrohim. Ilohi Parvardigor, mana umra amaliga harakatda bo'lib, ihromlarni o'radik. Hammamizga muborak bo'lsin. Ihromni o'radik. Alloh taolo umra amallarimizni oson qilgin, bizlardan qabul qilgin. Qiyomat kunida bu ibodatlarimizni jannatga kirishga sabab bo'lmoqni nasib etgin. Yuqorida qaragan zikr qilganlardik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dafn qilingan joylarda, Ramzay muboraklarda qalbimizda bir parchalari qoldi. Mana shu hurmatidan yana kelishlikni Xudo o'zi nasib aylasin. Qiyomat kunida uzoq joylardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelganimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bizlarni chaqirib, shuni e'tirof qilib, shafoatlarga loyiq ummatlardan bo'lishlikda har birlarimizga Xudo o'zi nasib aylasin. Amin. Allohumma robbana taqabbal minna innaka antas samiul umra amalni go'zal holatda Xudo rozi bo'lgandek ado qilishlikda hammamizga rushdi hidoyat, kuch-quvvat bergin. Allohumma solli va sallim va barik. Amin. Baraka bizning nomimizdan ham bitta barakamizga duo qilib bering, bizning nomimizdan akrama baraka. Amin. Ilohi Parvardigor, mana hammamizga beminnat qalban xursand bo'lib, ko'ngli bilan muhabbat qilib, kuch-quvvat bilan xizmat qilayotgan Jo'naz qorakami ota-onalari o'tib ketgan. Alloh taolo bu qilgan xizmatlari ota-onalarga rahmat bo'lishini Xudo o'zi nasib aylasin. Hammalarimizni duolarimizni qabul qilgin. Ota-onalarni Qur'onda shafoati bilan shafoat qilgin. Qilayotgan xizmatlarni nuri bilan qabrlarini nurli qilgin. Shu farzandlarni orqalaridan qiyomatgacha oxiratlari obod, manzillari jannat bog'laridan bir bog' bo'lishini nasib etgin. O'zlarining ko'p yaxshi niyatlari bor. Zurriyotlardan olimlarni chiqargan, ahli Qur'onlarni chiqargan, din xodimlarini chiqargan, yurtimizni obod qiladigan, dinimizga quvvat bo'ladigan zurriyotlardan ko'zlarini quvontirgin. Bu xizmatlarni rohatini dunyoda ham oxiratda ham ziyodasi bilan ko'rmoqlikni Xudo o'zi nasib aylasin. Allohumma solli va sallim va barik. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qoraga sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Sog'lomsiz, qoraga rozi bo'lsin Alloh. Baraka toping. Juda chiroyli. Hammasi go'zal, o'ta go'zal.